Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Efirda siz kutgan kutilmagan qo'ng'iroq loyihasi. Ushbu loyiha boshlovchisi Nodira Begim sizlar bilan. Bugun bizga kelib tushgan tabriklarimiz bilan sizlarni tanishtiramiz. Marhamat, e'tiboringiz biz bilan bo'lsin. Qani ketdik. Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Nigoraxon opajon, siz bo'lasizmi? Ha, menman. Yaxshimisiz? Sog'monmisiz? Yaxshi, rahmat. Sizlar? Yaxshi, rahmat. Ushbu go'zal damlarda siz bilan kutilmagan qo'ng'iroq tabriklar loyihasi orqali bog'lanyapmiz. Ushbu loyiha boshlovchisi Nodira Begim bo'laman. Avvalambor sizni bezovta qilgan bo'lsak, uzr so'raymiz. Yo'q, sizni taqilmayman. Bugungidek go'zal sanalarning egasi ekansiz. Allohimga chin ne'mat, rasulimizga xolis ummat bo'lgan kuningiz bilan. Rahmat. Ayni damda qarshi olayotgan shukrona yoshlaringiz bilan samimiy muborakbod etamiz. Alloh taolo bunday nurli sanalarni hayotingizda yana ko'plab nasib qilsin. Qalbingiz tinch, kayfiyatingiz baland, tanajoningiz sog' bo'lsin. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Bugungi fayzli kunda qarshi olayotgan 41 yoshingiz umringizning eng fayzli, barokatli yoshlardan biri bo'lsin. Bugun bizning loyihamizga yaqin insoningiz tabriknoma maktublarini yo'llagan ekanlar. Nima deb o'ylaysiz? Kim yo'llagan bo'lishi mumkin? Yana kimlar bo'lishi mumkin? A'zolarim, qarindosh o'g'limdir, opa-singlimdir, jigar bag'rilarimdir. Yo'q. Yana kimlar bo'lishi mumkin sizni yaqin insonlaringiz orasidan? Turmush o'rtog'imdir, qizlarimdir. Yo'q, opajonim, sizni qiynamagan holda o'zimiz ayta qolaylikmi? Mayli. Sizni eng yaqin insonlaringizdan biri bo'lajak kuyovingiz Ilhomjon aka nomlaridan yetib kelgan ekan. Aynan, rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Ilohim mana shunday yaqinlaringizni baxtiga doimo sog' salomat, shod xurram bo'lib yuring. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Meni yo'qlatdimi? Alloh shu o'zimni ham yo'qlasin. Dunyo saodatini, oxiratini bersin. Xayrli umr bersin ilohim. Menga kuyovmas o'g'il bo'lib qolsin. Xudoyimdan uchun so'rayman. Qizim bilan o'sha qarisin. Nima niyati bo'lsa niyatlariga yetsin. Ilohim dunyo turguncha tursin. Ilohim aytganingiz kelsin. Opajonim, ruxsat bersangiz, siz uchun yetib kelgan tabriknomalarni o'qib eshittirsam maylimi? Mayli. Minnatdorman. Assalomu alaykum, hurmatli oyijonim. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Sizga uzoq umr, mustahkam sog'lik, qalb xotirjamligi va oilangizga cheksiz baxtlar tilayman. Har bir kuningiz quvonchga va yaxshi insonlarga to'lsin. Sizdek mehribon, oqila va samimiy insonni ko'rib, qizingizning tarbiyasi naqadar chiroyli ekanligini yanada his qilyapman. Nasib qilsa qizingizni baxtli qilishga, sizni ishonchingizni oqlashga va doimo hurmatingizni joyiga qo'yishga harakat qilaman. Farzandlaringiz kamolni ko'rib, ularning baxtidan doimo quvonib yuring. Xonadoningizdan fayz va baraka, yuzingizdan tabassum aslo arimasin. Sizga bo'lgan hurmatim juda ham baland. Yana bir bor tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Tilayman suvdek musaffo hayot. Hech qachon rejalar bo'lmasin barbod. Tilayman osmondek poyonsiz baxtni. Aylangsiz qabul ushbu tabrikni. Doimo baxt iqbol sizga bo'lsin yor. Yurgan yo'lingiz nurlarga to'lsin. Azizim, eshiting qalbdagi so'zim. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Yorug' bo'lsin yuzingiz misoli quyosh.
ko'zingizdan oqsin baxtga to'la yosh, hayotingiz doimo quvonchga to'lsin, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin deya mana shunday go'zal tabriknomalarni siz tomon yo'llagan ekanlar. Rahmat, rahmat, tanjoni sog' bo'lsin, iloyim dunyo turguncha tursin, qizim bilan qo'shib qarisin, menga nimaki yaxshi niyatlar bildirgan bo'lsa, men ham shunday yaxshi niyatlar bildiraman. Baxt tilayman, hamisha baxtli bo'lsin, ilohim menga bir umrga o'g'il bo'lsin, Allohim, Allohdan kuyovmas o'g'il so'ragandim. Rahmat, tanjoni sog' bo'lsin, lekin kutmagandim. Yoqqan bo'lsa xursandmiz. Opajonim, kuyovingizning samimiy tilaklari ko'nglingizdan joy oldi degan umiddamiz. Rahmat, rahmat. Alloh uchun yaxshi ko'raman. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Nima niyatda yurgan bo'lsa, niyatlariga yetsin, so'raganidan da ziyodasini berib qo'ysin Robbim o'zi. Ilohim. Tanjoni sog' bo'lsin. Sizlarga ham rahmat. Kattakon. Rahmat, ilohim aytganingiz kelsin. Opajonim, ayni damda ijodiy guruhimiz tomonidan suhbatimiz yozib olinmoqda. Shuning uchun oila a'zolaringiz, yaqinlaringiz uchun tilaklaringiz bo'lsa, marhamat, eshitamiz. Hammasiga rahmat. Bugun juda ko'p tabriklarga berishdi. Hammasidan xursandman. Iloyim baxtimga hamisha sog' salomat bo'lsin. Hammasini Alloh uchun yaxshi ko'raman. Iloyim hamisha sog' bo'lsin. Jannatida ham birga qilsin Xudoyim. Hammamiz bir yerda jam bo'laylik iloyim. Hammasidan xursandman. Singdillarim, qaynotam, qaynukalarim, osunlarim, jigar bag'irlarim, mana o'g'illarim, qizlarim hammasi bugun yo'qlashdi. Ulardan xursandman. Hamisha tanijonlari sog' bo'lsin iloyim. Hammasidan Alloh rozi bo'lsin. Ilohim. Rahmat. Inshaalloh aytganingiz kelsin. Mayli opajonim, sog' salomat bo'ling. Rahmat samimiy suhbatingiz uchun. Rahmat sizlarga ham, rahmat kattakon. Rahmat, Alloh panohida bo'ling, sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat, yuzingizdan tabassum, hayotingizdan fayz va baraka aramasin. Ushbu go'zal taronalarimiz siz uchun yangraydi. Marhamat. Quyosh qadar mehrining nuri dunyolarida umrim mazmuni gullar soching shirin iforlar bugun onam tug'ilgan kuni qaldirg'ochday boshimda giryon baxtim ko'rib baxtlidir har on aziz jonim bo'lsinlar omon bugun onam tug'ilgan kuni onajonim gul rayhonim mehribonim tug'ilgan kuni onajonim mehribonim tug'ilgan kuni sabab yasharman quna o'sib ulg'aydim bag'rida yayrab kulgisi bayram baxtimga hamdam yuz yoshlar bilan yuzlashsin onam yuz yoshlar bilan yuzlashsin onam qaldirg'ochday boshimda giryon baxtim ko'rib baxtlidir har on aziz jonim bo'lsinlar omon bugun onam tug'ilgan kuni onajonim gul rayhonim mehribonim tug'ilgan kuni onajonim mehribonim tug'ilgan kuni